Hop, bu videoni ko'rishdan oldin Spay tog'iga chiqish uchun qanaqa qiyinchilik bo'lgan va nimalar kerak, nima instrumentlar olishinglar kerak va nimalar olmasliklar kerak haqida batafsil men sizlarga hozir aytib beraman. Shuning uchun yaxshilab o'tira olinglar va qanaqa qiyinchilik ko'rganlarimni ham aytib beraman sizlarga o'rtoqlar. Hop, do'stlar, sekin biz qaytyapmiz. Shunaqa go'zallik manzaralar ortida. Boy yo'ldan topib bering, yo'lga borib, qo'ying. Bo'ldi, hozir topib beraman. Mana manzaralar. Yuzga qo'yib yuboring. Ash farqi yo'q. Yo'q. Tushib ketamiz sekin. Qolib. Chiqaman aka. Yana 2 soatcha yuramiz. Qaytishda 2 soat yuramiz. Lekin sizlarga aytib beradigan bo'lsam, manzaralar juda chiroyli. Mana buni qaranglar. Men prosta ko'rsatib bera olmayman sizlarga qanaqaligini. Lekin rostdan chiroyli joylar. Kelib, agar olib chiqa olsangiz, ota-onangizni olib chiqing. Bo'lmasam, oynalaringiz, do'stlaringiz bilan o'zingiz chiqing. Zo'r joylar. Mana suvlar, yo'da tabiat qo'yni, Allohning mo'jizalari. Mana hozir sizlarga mayli to'g'ri, lekin bu o'zimizning Toshkent shu Bo'stonliq tumanidagi tog'lar. Ya'ni biz Spay shahridagi Spay qishlog'idagi Sharsharaga bordik. Sharsharani sizlar ko'rsataman. Sharshara juda chiroyli lekin. Ham chiroyli sharsharalar. Tog'larni qaranglar, Shveysariya tog'lariga o'xshaydi bor-ku. Yuraverasizda, shunaqa aylanib, pastda suv ovozi, hali yana dal shu 2 soat yuramiz. Kamida. Sizlarga yana nimalarni aytib beray? Bu yerda kelsanglar, nima bilan kelinglar? Albatta, trekking tayog'i bo'lsa, undan nur ustiga arlonga bo'lmasam, oyog'ingizga baquvvat narsa kiyib olinglar. Oyoqqa baquvvat narsa kiyish kerak, bo'lmasam bo'lmaydi. Mana yo'lda tushayotganda, chiqayotganda обязательно mana bunaqa joylar bo'ladi. Tushganmiz, bular qaytib chiqib kelishyapti. Xo'p. Aytadigan bo'lsak, bular menimcha ancha yo'l yuradi. Shu yana hali o'tirishi bor, rasmga tushishi bor, nimadir qilishi bor-da. Men o'zim to'g'risini aytsam, shunaqa hobbiylarni yoqtiraman. Yurishi, o'zim bilan o'zim gaplashib ketayotgandek bo'laman. Bilasizlar lekin do'stlar, kelishlarni tavsiya qilaman. Juda chiroyli manzara. Mana, ko'rasizlar? Telefon ochib bermayotgandir balkim, lekin ko'zinglar bilan ko'rsanglar zo'r. Borib chiqish maslahat berasizmi bularga? Obunachilarimga hurmatli. Agar oldin toqqa chiqmagan bo'lsanglar, chiqmaganlar ma'qul. Oldin oddirog'iga chiqib turib, keyin bunga chiqqanlar yaxshi, chunki yo'l 6,5 kilometr. Tekis yo'l emas, hammasi mana shunaqa. Ko'rsangmi? Tog'li tako'l. Tako'l ko'rasizlar. Chiqmagan odam oldin hozir ham chiqolmaydi. Shu oldin tako'l, so'qoq mayli shunga o'xshagan joylarga borib, keyin bu tekislarning bo'ladi. Hop, bular aytayotdilar. Hop, aytayotdilar. Birinchi taylanib chiqish kerak ketga. O'zingizlarning jismoniy tayyorgarlik ko'rib chiqishinglar kerak. Mana sekin otam tushib ketyaptilar. Ko'rasizlar? Mana yiqilib tushaman mana sekin. Topolmayapman-da shu. Xavfli. Ko'rdinglarmi?
kelishgan. Bitta o'ylab ko'rish kerak chiqishdan oldin betlarga. Lekin vibe'da. Marat. Ahmad. Hozir men sizlarga kameraga qaramayman, to'g'ri, men chiqib ketaman. Rasm chizdingizmi, Umid aka? Mana akalar, xullas ozgina qoldi. Ozgina deganimiz ham примерно yana 1 soatcha yuramiz. Mana sekin chiqib ketaman. Trallilali. Fili, это нам не задавай, To'g'risi birinchi marta men YouTube'ga olman. Nima deyish, ssenariy ham yo'q, hech narsa, просто o'zim deb gapirib sizlarga video olaman. Mayli. Birinchi videoim qo'llab-quvvatlab turasizlar. Negativchilar? Ben negativchilar. Qo'llab-quvvatlab turasizlar, nima deysizlar? Plus harakat topinglar. Ateşli bo'linglar, yerlarim. Toshlar. Yo'lam juda apasning o'ylagandir. Ko'rdinglar? Bittadan o'tkazib yuboring mana. O'tkazib ketishdi. Tanlash ekan. Qaranglar mana bular nima ekan? Qayerdan tushgan ekan? Mana chiziq bo'lib. Mana bu toshlarni qaranglar. Mana bularni qaranglar, vashim. Qayerdan bunaqa joylar? Ana bu qayerdan bunaqa joylar emas, mana chiziq taliqsin. Qaranglar, o'tkazib turib qol. Qaranglar. Subhanalloh. Allohning mo'jizasi mana. Akam. Murat qalay bo'pti? YouTube'ga bitta gapirib qo'ying. Ketamiz. Ketyapmiz mana. Ana ketyapmiz, akam. Hammasi zo'r. Toshbekmi? Mana qarang, chizuv bo'lib qolgan. Nima ekan shu? Qanaqa bunaqa bo'lib qolgan? Allohning mo'jizasi-da bu, boru. Tog' mana shu yerda aytiladi. Tog' ketyapti mana sekin. Asovni olib. Men oyoqlarim og'rib ketdi lekin bor. Yo'q, biz eng oldi ketamiz. Borib, o'sha yerda dam olib turamiz endi. Pastga tushmay yuraveradi. Daryodan chiqadi hozir. Tushib ham qo'ysa kerak ungacha. Hop, do'stlar, mana ko'rib turganingizdek qo'limda asov. Ahmad. Где-то yana 1 soatcha yo'l qoldi. Ha? Chofdi-da meniki. Mana asovni ana qizyapti. Mana katta. Ana nima deymiz endi? Almashtirib yuboraymi ekan? Mana. Esingizda qolibdi, Ahmad? Esingizda qolibdi? Oyoqlarim og'rib ketdi lekin. Yo'lda ketamiz. Hali yana yarim
Где-то yana 1 soatlik yo'limiz bor, yarim emas 1 soat. Где-то 1 yoki yarim soat. Mana biz Dalshga ketyapmiz. Hali yana ancha yo'limiz bor. Soatimiz уже 6dan oshdi. O'rmondamiz, o'rtoqlar. O'rmondan o'tib ketyapmiz. Atmosfera sakinlashgan. Do'stlar. Xo'p, gapirolmayman oxiri. Ancha yurdik, to'g'risi, ko'p yurdik. Men o'zimni qabilam deymanmi, to'dam deymanmi, xullas o'shandan eng oldinga o'tib ketganman. Где-то bir 3 kilometr oldindaman. Men o'sha manzilga borib, ularni kutib turaman. Lekin oyoqlarimda oyoq qolmadi. Aytib qo'yaman sizlarga. Bu joyga kelishinglardan oldin tayyorlanib rostdan kelinglar. Agar kelganinglardan keyin voy oyog'im og'rib qoldi, voy o'tim og'rib qoldi deb yurmanglar. Shuning uchun yaxshilab tayyorlanib, voy men bunaqa joy borligi, bunaqa qiyinchilik borligini bilmagandim deb yurmanglar. Shuning uchun men bu kontentni qilyapman, o'rtoqlar. Degan yo'llarini ko'rib olinglar. Bunaqa oldinglarda suvlar bor. Kelib qoldi uja. Ya'ni qaytadigan yo'limizga, endi chiqadigan yo'limizga kelib qoldik mana. Hamta ucha bor ekan. Mana o'rmonlar, do'stlar. Darsh mana chiqib ketamiz. O'rtoqlar, chiqishinglar uchun. Xo'p, do'stlar. Bu yerda umuman antenna ishlamaydi. Umuman o'ylab ham o'tirmanglar. Nariroqda ishlaydi, lekin bu yoq tepada umuman ishlamaydi. O'zingizlarcha Instagramda nimadir qo'yaman, kontent qo'yaman deb o'ylamanglar. Videolarni olib, keyin storylarga qo'ysanglar bo'ladi. Men shu kelib qoldim, ozgincha qoldi. Xo'p, mana bunaqa chiroyli joylardan o'tasizlar, birodarlarim. Kelish kerak, yurish kerak, tafakkur qilish kerak, tadabbur qilish kerak. Mana shunaqa Allohning mo'jizalari borligidan, mana shunaqa joylar borligini ko'rish kerak O'zbekistonda. Qiynalasanmi, oyog'ing og'riydimi, beling og'riydimi, kelib ko'rib ketish kerak. Boshqa gapiradigan gapim yo'q. Ishoninglar, agar chidab bersanglar, realniy, shikarniy joy.